Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylashda davom etamiz. Mana bugun chiqqan gazabloklarimiz bilan baquvvat bo'ladimi deyshadi. 95 kg bilan ustiga bemalol chiqib yursa bo'ladi. Bugun chiqqan gazablok. Bemalol yorilib ketadi, sinib ketadi yo'q. Bemalol ustida yursa bo'ladi bilan. Baquvvatligi joyida, razmerlari joyida. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani. Eski 90-avtobaza Raygaz tuman gaz filiali oldida. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kelmasdan turib zakaz qilaman deydiganlarga nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Peregorodkaga 10liklarimiz bor. 10liklar. Bu yo'g'i 20 ga 30 60. Vodiy bo'ylab 17.500 so'mdan yetkazib beramiz. 17.500 so'mdan. Hamma narsa oshib ketdi akalar bugundan. Gaz, svet, yo'lklar narxlari qo'shilib ketdi. Shuning uchun ozgina narxlar ozgina qo'shilib qoldi. 17.000 ga 500 so'm qo'shilib qoldi. Avval zakaz olingan, hozirgacha bo'lgan zakazlar o'z kuchida shunday yetkazib beramiz. Sizga ham foydami, unisi o'zimizga tan. Mana ichkarida kesish jarayonini ko'rsatamiz hozir. Kesish jarayoni boshlandi. Qo'llarimiz hamma o'z ishi bilan ovora. Yangi chiqayotgan gazablok. Ko'p aytishadi, negativ yozadigan akalar. Yangi qolibda turganda ham chiqib bergancha deyishadi uni. Qolibda turganda ham chiqaramiz. Hech narsa qilmaydi. Hammalarga kattakon rahmat. Kimga gazablok kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Ekran nomeri qoldiramiz.